Ha, biz juda ham xafamiz. Oxirgi yillar biz uchun og'riqli bo'ldi. Klub tarixidagi eng zo'r murabbiy Zidan jamoani tark etdi. Jamoamiz sardori Serxio Ramos, himoyachimiz Marcelo, afsonaviy Gareth Bale hamda Casemiro va barcha davrlarning eng buyuk futbolchilaridan biri Cristiano Ronaldo ham sekin-asta tark etishdi. Va yaqinda sardorimiz Karim Benzema ham Osiyo zaminiga ketdi. Qisqa qilib aytganda, Real Madrid jamoasi tarixdagi eng buyuk futbolchilardan judo bo'ldi. Lekin biz sinmadik. Biz Real Madrid jamoasiga sodiqmiz va har qanday vaziyatda ham kuchli bo'lib qaytamiz. Hala Madrid. And I sing a song that we just stars, but I sang along to another heart, and I wanna cry.